Buni bitta plyusimiz mana matka mana shunaqa kapsulaga o'xshagan azor. Ko'ryapsiz? Mana bu ichidagi monosi oylab bo'lishi mumkin. O'sib qalinlashib keyin qon keladi. O'shaning uchun endi hozir nima qilamiz? Yoshingiz nechida? 67 da. Biz mana shuni ichiga kiramiz. Mana bu joydan, o'sha asorat bergan joydan olamiz analiz. Keyin men berib yuboraman, sizlar tekshirtirib kelasizlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi chiqsa, bitta chiroyli operatsiya qilib mana buni olib tashlaymiz. Bo'lmasa qon ketaversa, gemoglobiningiz tushib ketadi. Ha. To'g'risiz, o'shaning uchun aytdim. O'shaning uchun bitta hozir demak ko'tara olmaysiz. Demak, men sizni hozir 67 yoshsizni bilmadim. Sog'lomsiz, Allohga behisob shukr. Yuringlar tinch, o'shaning uchun so'rab ketdim. Yuringlari tinchmi? Bezovta qilmang. Siz hali nevaralarni, chevaralarni to'yini ko'rishingiz kerak. Uzoq yashashingiz kerak. Bu gemoglobin tushib ketaversa, qon kamayib ketaversa, bunaqa qilib yugurib yura olmaysizda keyin. O'shaning uchun oldini olish uchun zararlandimi bu joy уже sizga keragi yo'q. Xo'p? Peshonangizda qancha umr bo'lsa, shuni ko'rasiz, mana shuni oldirsangiz. Lekin bu ertaga chuqurlashib ketib qolsa, unda yomon holat bo'lyapti. O'shaning uchun oldini olish kerak. O'sha zararlamagani uchun qo'shni a'zolarni sizga operatsiyani taklif qilamiz. Hech narsa qilib bo'lmaydigan holatlar bilan kelishadi. Biz ularga даже operatsiyani taklif qilamiz. Tushundingizmi? O'shaning uchun hayotingizga ta'sir qiladigan holatlar yo'q, faqat voz kechasiz.